Yoz keldi o'rtoqlar. Oyoqlarga eng udobniy bo'lgan, havo o'tkazib turadigan, eng mustahkam va narxlari ham arzon bo'lgan oyoq kiyim kerak, to'g'rimi? Hozir eng trendiy bo'layotgan, hamma bosib o'tgan oyoq kiyimni obzor qilib beraman. 35 ming so'mga masshtabchilarimiz tushirib yuborganman. Mazza qilib olib ketaverasizlar. Har xil razmerlari bor. U ham mayli, o'zingizga olasizlar-da. Qo'shib farzandlikka ham olib o'g'il bola deysizlarmi, qiz bola deysizlarmi, har xillardan olib kirib qo'yib, narxlarini 35 ming so'm qilib qo'yganman. Razmerlari 18 dan to'ysib 41 razmergacha olib kirganmiz. Mana bu variantlarini qaranglar. Mana bularni qaranglar, vobshe zo'r turadi. Oyoqda ham mana bularni qaranglar. Vau, mana bu shirinligini qaranglar. Oyoqlarga vobshe kiyib olsanglar bo'ladi. Bolalarniki ham vobshe mana bularni qaranglar endi. Oldi turishni ko'rasizlar, hammasi atiga 35 ming so'm. Mayli, buni oldinglar 35 ming so'mga, to'g'rimi? Rasvetka variant juda ko'p. Mana bu ham vobshe nabishni qaranglar. Mana qaranglar. Qiziqadi bola. Xullas, rasvetka variant juda ko'p. Endi sizlarga yana bitta zo'r narsa qilib beraman. O'sha 130 ming, 99 ming sotilayotgan yana bitta zo'r Crocs tapchiqalarimiz sizlarga 59 ming so'm qilib bersam, olib ketmaysizlarmi? O'zi buni sifatini bildinglar menimcha, ko'rinishidan ham bitida beryapti. Mana shu Crocs tapchiqalarimizni 59 ming qilib beraman. Bu ham yozgi letniy mazza qilib kiyishli oyoqda mana ketaveradi mana hadovoy. Magazinga chiqib ketganda ham, xullas ko'chaga u yoq bu yoqqa yugurib chiqib ketganda ham vobshe zo'r, udobniy, yengilgina har xil rasvetkada kirgan tapchiqalarimiz atiga 59 ming so'm o'rtoqlar. Mana har xil rasvetka variantlari juda ko'p. Bu yerda ham mana bular qaranglar, TikTok yozilgan, xullas har xildan bor. Bular 59 ming so'm, bu tiket tapchiqalarimiz esa 35 ming so'm. Bu skidkamiz onlaynga ham, offlaynga ham amal qiladi va Andijon filialimizda ham mavjud. Tezda kelib olib ketsanglar bo'ladi.